kechagacha, qadr kechasigacha tashlaysiz. Lekin Xudo sizga 27 ming so'm pulingiz uchun 1000 so'mdan, kuniga 1000 so'mdan 84 yil sadaqa qildi bu bandam degan hujjatni egasi bo'ladi. Va ikkinchisi shu ekanki, kimiki saharlik vaqtiga turganda 2 rakat qodir bo'lsa 12 rakat. 2, 4, 6, 8 niyatga qarab. Vala toqata lana bih degan oyat bor. Toqatingizga qarab. 2 rakatdan niyat qilib, tahajjud namozi o'qib keyin saharlik qilsangiz, qadr kechasigacha tahajjud namozini o'qigan bandaga 84 yil har kuni tahajjudga turib namoz o'qidi degan savobga ega bo'ladi. Endi uchinchisi, qaysiki banda Bismillahirrohmanirrohim bilan Ramazonni birinchi kunidan niyat qilib, har doim o'qib kelibsiz. Ramazonni birinchi kunidan niyat qilib, niyatlar amallardan o'zga emas degan nima bor. Endi kimki niyat qilib Bismillah bilan Ixlos surasini 3 marta saharlikdami, iftorlikdami, peshindami, bomdodami, asrdan vaqt topib o'sha Ramazon uchun 27-kungacha, endi ag'dagi 3 kunni keyin aytaman. Nima uchun 27-kechagacha? Ag'dagi 3 kunchi degan savol ham tug'iladi odamga. 27-kechagacha har kuni Bismillah bilan 3 marta Ixlos, ya'ni qul huvallohu deb qo'ygan odam 84 yil tilovat Qur'on qilib yashadi degan savobga ega bo'ladi. Endi to'rtinchisi tugadi shu bilan. Bu to'rtinchisi esingizda qolsin. Qaysiki bandam debdi Alloh taolo. Mana shu 3 ta amalni birovga yetkazsa 84 yil Alloh uchun ma'rifat tarqatdi degan savobga ega bo'ladi. O'tiribmiz hozir, xohlagan odamga bir kalima Qur'on o'qib qo'ysa, yo'q, yelaman deyiladi. Ana bu kimiki mana shu 3 ta esingizda qolgan bo'lsa, birinchi sadaqa, ikkinchi tahajjud namoz, uchinchisi ixlosni bismillah bilan o'qish. Esingizda qolib, kimgadir Ramazon sharif birinchi kundan 27-kechagacha shuni xalqqa yetkazsa, 84 yil hidoyat tarqatdi degan savobga ega bo'lar ekan deb qo'ysangiz, 84 yil to'xtamay ma'ruza qilgan savobga ega bo'lar ekansiz.